Toshkent shahridan 5 xonali kottejimizni atiga 109 ming dollarga olarmidinglar? To'liq lokatsiyasini video oxirida aytaman. Hovlisida yozgi oshxonalari ham bor. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan uzun yo'li. Birinchi xonasi bo'lsa ayollarimizning sevimli bo'lgan oshxonasi. O'zini mebel texnikalari ham o'rnatib qo'yilgan. Ro'parasida bo'lsa kattagina mehmonxonasi joylashgan. Uyimizning qurilishi va tanlangan ranglari sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa video oxirida izoh qoldirish esdan chiqmasin. Bu xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va bunisi bo'lsa kattagina umumiy yuvinish xonasi. Bunaqa xonadonimizdan ikkita yonma-yon qurilgan, ikkalasi ham uglovoyda joylashgan. Bu xonasi kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini orqa hovliga o'tish uchun eshiklari hamda ichida umumiy yuvinish xonalari qilingan. Uyimizning maydoni 2 sotik, xonalarning soni 5 ta, 4 ta sanuzel, yashash maydoni 140 kvadrat. O'zini podvoli ham bor. Xonadonimiz Yangi Hayot tumani Binokor Arinter Korzinka skladini yonida joylashgan.